Angliya parlamentidagi konservativlar hukumatning Xitoydan texnik ko'p quyosh energiya texnikasi kirgizish plani Xitoyning Uyg'ur erki qirg'inchiligini mablag' bilan ta'minlash xavfini keltirib chiqaradiganligini ogohlantirgan. Angliya taratqullarining xabar qilishicha, konservativ parlament a'zolari bosh vazir Boris Jonsonning Angliyaga ehtiyojli bo'lgan energiyani quyosh energiyasi bilan ta'minlashni zo'r darajada oshirish orqali qamdash plani Xitoyning erki qirg'inchiligi ustiga qurilgan quyosh energiyasi bozoriga mablag' solish xavfiga ilib boradi deb qaragan. Pakistan parlamenti tarqitib etilgandan keyin bosh ministr Imron Xonning vazifa o'tash muddati rasmiy oxirlashdi. O'qituvchilar parlamentda ko'p sonliqni egallagandan keyin Pakistan bosh ministri Imron Xonga qarshi o'tkazilmoqchi bo'lgan ishonchsizlik bilet tashlashi asos qonunga xilof deb rad qilindi. Prezident Arif Alvi bo'lsa, bu o'tgandan amon qolgan bosh ministr Imron Xonning talbiga binoan parlamentni tarqitib o'tishni qaror qildi. Bundaq bo'lganda 90 kun ichida saylam o'tkazilib, yangi bosh ministr saylab chiqilishi kerak. Lekin Imron Xonning vaqtliq hukumatning bosh ministri tayinligicha 15 kun bosh ministr bo'ladi. Yakshanba kuni Xitoyda 13 mingdan ortiq yangi yuqumlanuvchi bayqalgan. Yuqum sababidan o'lganlar haqida uchur berilmadi. Ammo bu xil ahvol yaqinqi 2 yildagi eng yuqori chekka yetdi. Xitoyda boshqa davlatlardan farqli holda yuqumlanuvchilarni nolga tushirish siyosati yurgizilmoqda. Gerçi 3-oygacha yuqumlanuvchi soni 1000ning ostida kontrol qilingan bo'lsa-mu, lekin yaqinda buyon Omikron variantining ta'sirida yuqumlanuvchilar soni shiddat bilan oshmoqda. Xabar qilinishicha, chet el istixborot organida ishlaydigan bir Qozog'iston fuqarosining Qozog'iston prezidenti va bir qism yuqori darajali hukumat amaldorlarini qaslab o'ldirishni planlaganligi fosh bo'lib qolgan va qo'lga olingan. Bu jasusning yana davlat ichida Rossiyaga qarshi tashviqotni ilgari surish va ijtimoiy taratqularda munosabatli yozmalarni tarqitish orqali jamiyat Rossiyaga qarshi ko'z qarashlarni yaratish majburiyatini ado qilganligini ta'kidladi. Kreml sarayining bayonotchisi Dmitriy Peskov Rossiyaning tabiiy gaz eksportida yo'lga qo'ygan rubli pul to'lash sistemasining boshqa eksport mahsulotlaridami yo'lga qo'yilganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Rossiya bexatarlik kengashining muavin raisi Dmitriy Medvedev Moskvaning faqat do'stona davlatlarga yemaklik va oshliq eksport qiladiganligini hamda bu davlatlarning rubli yoki o'zining davlat pulida pul to'laydiganligini aytdi. Jurnalist Jamal Khashoggi delosida taftishning sotning to'xtatilishi va hujjatlarning Saudiya Arabistoniga yetkazilishini talab qilishi bilan dunyoning nazari Turkiya bilan Saudiya Arabistonining munosabatiga yuzlandi. 2018-yil 10-oyning 2-kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi bosh konsulxonasiga kirgan jurnalist yozuvchi Jamal Khashoggi g'oyib bo'lgan va keyincha suiqasd uchirganligi oshkorlangan edi. 2 kun ilgari Istanbul 11-yuqori darajali jinoiy ishlar sud mahkamasida davomlashayotgan deloga qarab chiqishda taftish mahkamasi deloga aloqador hujjatlarning Saudiya Arabistoniga yetkazilishini talab qildi. Angliya bosh ministri Boris Jonsonning aytishicha, Rossiyaning Ukrainaning Irpin va Bocha shaharlariga begunoh fuqarolarga qaratilgan hujumlari prezident Vladimir Putin va uning armiyasining urush jinoyati sodir qilayotganligining yana bir isboti ekan.